Bolalar bilan Jahon akani kuzatgani keldik. Voy bolalar. Voy Jahon aka. Ha? Nima bu? Kalish kiyib olgansiz. Stiliga eng Realniymi? Nimaga? Okey, bachkana bo'lmay. Ya, g'ayt Kalishda ketmoqchimiz. Kalishda ketamiz. Mazza-yu bu narsa. Hazillashgan, okey bu bo'lmaydi. Bu kim anaqa? Mamichi nima deyapti? Nima bu? Voy, nima ekan bu? Mamani qarang-a. O'ylab qo'ygan ekansiz-da. Ha, bunicha hozir kiyov sezgan edim. Bilmaydi-da. Qani, bitta ko'r. Bitta nima deyapti? Qichu. Italyanskiy kalish degani mana shu bo'ladi, ukam. Yo'q. Ya cho'tkilagan aka, safarga chiqib ketishga zo'r variant ekan. Qichu bo'ldimi? Вообще cho'tki Buni bo'ldi. endi sekin olib qo'yamiz-da. Ukam, senga undan ham zo'r narsani ko'rsataman. Faqat hamma bilib qolmasin. Nima ekan bu? To'xta, ochib oling, o'zi ochilishi ham qiyin ekan. Nima bu? O'zim shu yetishim. Okey, Bunda ya'ni ketmasam, uyatda endi chunki ketganda hamma so'raydi-yu. Butun dunyo ko'ryapti bu narsa nimaligini. G'ijim bo'lmaganligini ko'rsam, luk qanaqa bo'lyapti? Dahshat. Okey, zo'r. Narx-navz qiziq bo'lsa kommentariyada pul qoldiringlar. Tabiiy javobimizni ko'rib turganinglar. Endi safarga ketolman. Sog' bo'lasizlar.